Assalomu alaykum hurmatli Xo'jan Tabrik kanalining ashaddiy obunachilari. Hurmatli obunachilar, bugungi tabrigimiz Spitamen nohiyasining Meytar qishlog'idan bo'lyapti. Hozirgina biz yetib keldik. Bu umr baxtli dadani tabriklash uchun Ayiqpolvonni birgalikda kelmoqdamiz. Ayiqpolvonni qo'lida bir ajoyib sovg'a bor. Bugun baxtli dadaga o'zi topshiradi. Farzandlari nomidan ko'ramiz. Ushbu sovg'ani topa olarlarmi yoki yo'qmi? Shuning uchun bizlarni kuzatishda davom etinglar. Agar oila a'zolari to'liq videoni qo'ysa, Xo'jan Tabrik YouTube kanalidan o'tib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Bittadan bepul like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Bolam deb, chaqam deb, umri adog'im. Mehnatda yorilgan qo'li qadog'im. Suyangan tog'imdir, ishongan bog'im. Ota-onam jannatimdir. Ota-onam boyligim. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlar yaxshimi? Nega kayfiyatingiz yo'q ekan? Kayfiyat yo'qmi? Men borasiz bezovta qildik. Agar ruxsat bersalaringiz bir necha lahzalarga qimmatli vaqtlaringiz bor. Aylama? Albatta, Xo'jan Tabrikga ushbu chiroyli xonadoningizga kelib, sizlarni bezovta qilishning asl maqsadi bor. Bugun ushbu xonadonda unutilmas onlar, baxtli onlar va eng muhimi, bugun ushbu xonadonning sohiblari, do'ylarini shukroniy tavallud deganlar, yana kadashga kelmoqda. Muxtor Ali akamizning shukroniy tavallud deganlar. Siz bo'lasizmi aka? Siz yaxshimi? Omonmisiz? Kayfiyat zo'rmi? Zo'r. Salomat bo'ling. Buni hamma tabrikladimi? Sizni? Birinchi bu kim tabrikladi? Birinchilar. Birinchi bu qizlar tabrikladi. Yangamizchi? Yangi keyin tabrikladi. Shundaymi yanga? Birinchi to'g'ri. Hammadan birinchi. Tabriklagan birinchi tabriklaydi. Salomat bo'ling. Muborak bo'lsin akaginam, bugungi xursandchilik albatta. Albatta sizga uzoq umr, hayot salomatlik, hayot davlatlik va albatta mana shunday chiroyli tabassumlar yuzlaringizdan arimasligini tilab qolamiz. Har kunlaringiz mana shunday kunlarga boy bo'lsin. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bunday ishlarni har qanday farzandlar ham qilavermaydi. Buning barchasi avvalambor albatta mana shu sizlarni farzandlaringizga bergan tarbiyalaringiz, mehr, muhabbatlaringizda bugun albatta farzandlaringiz sizlar uchun harakat qilib, sizlarning duolaringizni olib, ozgina bo'lsa-da ko'ngillaringizni ko'tarib, xursand qilish uchun, baxtli onlarni taqdim etish uchun harakat qilib turishmoqda. Qarang. Bu albatta sizdek ota-onalari borligidan faxrlanib, sizlarga havas qilishyapti-ku, toki sizlardek ota-ona bo'lishga ular ham. Qarsaklar uchun. Va shu o'rinda arzimas bitta sovg'amiz bor sizga. Undan oldin bir toping, kimning nomidan kelik sizni xursand qilish uchun. Xabaringiz bormi o'zi? Yo'qmi? Yangi amzonlardanmi yoki farzandlar yoki jigarlar yoki boshqa jigarlaringiz nomidanmi? Kim nomidan bo'lishi mumkin? Farzandlar nomidanmi deb o'ylayapman. Aniq? 2-3 kundan beri telefon qilyotdi bir-biriga mayli. Qarsa gap yo'q, salomat bo'ling. Baribir ota-onalar ko'ngli sezadi-da, to'g'rimi? Albatta. Mana shu sizlarni jondan yaxshi ko'rish farzandlaringiz nomidan tabriklash uchun keldik. Muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Va yuzga kirib, yuzlar bilan yuzlashib beramiz. Barcha sovg'amiz bor. Sizlarni qarsaklar bilan topshiramiz. Muborak bo'lsin akaginam ushbu arzimas sovg'a. Bugun sizga qanchalik sovg'alar ulashsak, qanchalik sizni ta'riflab, sizga shirin so'zlar aytsak, shunchalik kamroq qiladi. Negaki bu farzandlarni shu darajaga yetkazib kelishni o'zi bo'lmaydi. O'zlari yemay yedirib, o'zlari kiymay kiydirib, shunday yaxshi kunlarga yetkazib kelib, ba'zilari uyga joyda qilib, hali ham ularni duosida bo'lib, faqat bolam yaxshi yashasin, birovdan kam bo'lmasin deya ularni o'ylaganlaringiz o'ylagan. Shu bois albatta ushbu arzimas sovg'a farzandlaringiz nomidan. Muborak bo'lsin. Jonim dadam, duogo'yim jonim dadam.
Canım otam, canım otam, Şemsu kamar, canım otam. Umri o'tib mehnat bilan, achchiq shirin zahmat bilan, choy ichmagan minnat bilan, yuksak nazar jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, duogo'yim jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, duogo'yim jonim dadam. Elda yurib kezib olam kishi ko'rdim, qancha men ham topolmadim sizdek odam, lek bu kamtar jonim dadam. Elda yurib kezib olam kishi ko'rdim, qancha men ham topolmadim sizdek odam, lek bu kamtar jonim dadam. Topilmaydi bilaman dunyoda sizday odam. Sizga havas qilaman hammadan zo'r sizlardan. Davringizda zo'r o'sdim, bo'lmadi hech kam po'stim. Mening ishongan do'stim hammadan zo'r sizlardan. Mehribon keng himmatim, g'ururim beminnatim, yuzi nurli jannatim hammadan zo'r sizlardan. Oilamiz g'amxo'ri, savlatingiz uy to'ri, yo'q menga sizdan zo'ri, hammadan zo'rsiz dadam. Bizning dadajonimiz hammadan zo'r. Bordariga shukur qilamiz. Ularni juda yaxshi ko'ramiz. Jalol va ikrom Parvardigor shu jumlai mo'minni asragan qatorida turmasligini, bola chaqalarimizni sog' salomat, qo'shgani bilan qo'sha qarib baxtlarini sizlarga butul qilib, nima tilak maqsadimizni Alloh yetkazib, solih farzandlar, solih farzandlar berib, eli xalqqa kerakli farzandlar qilib yetishtirib Parvardigor olamiz. O'zingga ham sog'lik bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nuri salovat bo'lsin. Nima tilak maqsadimizni Alloh o'zi yetkazsin. Bizning yoshlarga yetib yurib, undan ham ulug' yoshlarga ko'rib, sog' salomat baxtligini hayotlarni ko'rishlik o'zini nasib qilsin.